ya'ni aholi punktlarida hozir biza nomlarni chiqardik. Bizda demak kartada o'sha aholi punktining nimasi? Nomlari nima qilish kerak? Aks etish kerak. Uni ko'rib chiqamiz hozir. O'sha uchun biza o'sha qaysi qatlamni nomi bo'yicha ekranga chiqarmoqchi bo'lsak, o'shani tanlaymiz. Sichqoncha o'ng tomonni bosib turib, propertiesga o'tamiz. Propertiesga o'tgandan keyin biza demak mana bu menyular qatoridan labelsga o'tamiz. Labels bu yozuvlar, matnlar degan ma'noni bildiradi. Mana shu labelga o'tganimizdan keyin bu yerda label feature in this layer degan buyruq keladi. Yonida to'rtburchak sohasi bor, hozir bu belgilanmagan. Biz nomini chiqarish uchun mana shu petishkani to'rtburchakni bitta ezib qo'yishimiz kerak. Belgilayman. Mana hozir belgilayman. Undan keyin mana bu yerda text string label fieldni tanlashimiz kerak. Balki ustunlar bu yerda mana bu nimani bu yer uchburchak bosadigan bo'lsak, biza katalogda yaratgan nimalarimiz bular? Ustunlar bo'yicha. Bizga ustun. Biz qaysi ustunni chiqarmoqchimiz? Aholi sonining kattaligini ko'rsatmoqchimizmi? Aholi yonida yoki nomini yoki turini? Kerakligini tanlaymiz. Nomini tanlaymiz. Text symbol degan tushuncha bor. Text symbol ichida bir nechta buyruqlar bor. Bu demak shrift tanlaydi. Qanaqa shriftda chiqish kerak? Arial, Times, bir nima hammasi shu yerda ko'rinadi. Bu demak o'lchami, shrift o'lchami, bu o'sha yozuv rangi. Bu demak bold, italic, keyin tag chizib beradi, underline, ikkinchi symbol, boshqa nimalar kelib chiqadi. Mana shu yerda o'z shablonlari bor. Qaysini tanlasangiz, yozuv xuddi shu tarzda chiqadi. Biz buni tanlaganimizdan keyin placement properties degan tushuncha bor. Qayerda chiqsa, mana nuqta bo'ladigan bo'lsa, 2 da chiqsinmi, bu tomondan bu tomondami? Change location da biz bosadigan bo'lsak, u o'rtadagi nima bor-ku? Ochiqlik. Bu nuqtada tasavvur qilamiz. To'g'anoqchida tasavvur qilamiz. Mana bu yon atrof. Mana buni tanlaydigan bo'lsak, prefer top, left, then top. Nima degan? Prefer top left. Chap tomonda topida. Yuqorida chapda chiqadi yozuv nuqtani, mana nuqta. Yuqorida chap tomonda. Then left, then top. Keyin chapda, keyin tepada. Chapda yoki tepada chiqishi mumkin degan. Nuqtani atrofida. Ma'lum tanlaydigan bo'lsam, bu yuqori o'ng tomonda. Bu nuqtaga nisbatan. All hammasiga ruxsat yon atrofda. Mana bu bo'lsa prefer top center left. Ya'ni yuqorida markazda deyapti. Yuqorida markazda, tepada. Bu tepasi ham bor. Mana. Buni bosadigan bo'lsam top right only. Yuqorida o'ng tomonda mana lokatsiyasi bor ko'zi. Top center only tepada, markazda. Top left only tepada, o'ng chap tarafda. Top right, top bottom pastda, bottom center only pastda, markazda. Bottom left center, top only prefer degani tepada yuqorida, chap tarafda, o'ng tomonda. Mana eng afzalligi men birinchi deb qaradim. Afzallik mana bu tomondan chiqadi. Bir degani, ikkinchi mana bu tomonda. Ikkinchi darajali. Right only prefer top deyapti. O'ng tomonda, afzali tepada. Bir mana. Lekin mana bu yerdan chiqishi mumkin nuqta atrofida. Kerakli tanladi. Tushuntiramizmi? Endi bu placement, ya'ni joylashuv degan bildiradi. Location, hop, bosdim. Undan keyin okey bosamiz. Mana. Sizlar boyagi kodda kelib chiqdinglar-ku. O'sha narsalar mana bu yerda nima qilyapti? Nuqtani atrofida chiqyapti. Hozir top prefer top right tanlanyapti. Prefer top right tanlanyapti. Afzal demak tepa o'ng tomon. Lekin mana bu qarang, mana bu ikkita bir-biriga yaqin-ku. Hozir endi
ikkinchi darajali edi. Ikkinchi darajali. Ya'ni top center keyin top left bo'lishi mumkin. Hozir bu top left, top right tomon, left tomonda chiqyapti. Qolganlar uchun afzali o'ng tomon. Tushuntira oldimmi? Demak, inglizchani ham bilib olishingiz kerak. Hokazo. Undan tashqari o'zgartirish qanaqa bo'ladi? Yana o'shanga o'zgartirish kerak. Nimasi Hozir shu ustuni tushib qolganmi? O'qilishi noqulay bo'lib qoldi. Endi o'zgarib qoldi. Yaqinlashtirsak shu xuddi shunaqa. Qancha uzoqlashtirsak, shu darajada ustma tushib ketaveradi. Shu darajada ustma tushib ketaveradi. Ya'ni kartani original masshtabiga qo'yib ko'rsak, masalan, men bu ishlayotgan kartani necha masshtab dedi? 2,5 million. O'shanga qo'yib ko'rib. Endi mana bu yozuvlar bilan ishlaganda yana bitta narsani hisobga olishingiz kerak. Yo mana bu Argisda yozuvlar bilan ishlashda ikki xil usulni taklif qiladi Argis. Maplex bilan standard level Maplex level engine and standard level engine ikki xil yozuv mexanizmi taklif qiladi-da. Kartografik ishlar uchun bu hozir dastlab Argisdan foydalanganimizda standard level engine beradi. Biz o'shani Maplexga o'rgatib qo'yishimiz kerak. Uning uchun mishkani mana bu xaritani ichki oynasida xohlagan joyga olib borib turib, ishqochar o'ng tomon bitta bosamiz. Undan keyin data frame propertiesga o'tamiz. Undan keyin generalga o'tamiz. Generaldan mana shu yerda level engine'da standard level engine tanlatib o'shani Maplexga o'zgartirib qo'yaman. Hozir bu standart turibdi, apply bossam farqini ko'rib olasizlar hozir. O'zgarish bo'ladimi, bo'lmaydimi? Apply bosaman. O'zgardi? Sal boshqacharoq bo'ldi, bir-biriga xalaqit qilmadi. Tushuntirib oldimmi? Maplex level engine o'sha kartografik yozuvlarni optimal joylashtirish uchun yozuvlar foydalaniladigan yozuv mexanizmi to'g'ri tarjima qiladiganmiz. Yozuv mexanizmi degan ma'noni bildirib ketadi. Mana endi bu yozuvlar bir-biriga nima ustma tushib ketmayapti mana qilgan holatda. Keyin yana bitta boyagi propertiesga o'tib turib, labelga o'tamizda, placementga o'tamiz. Placementda endi boshqacha nima kelib chiqdi? Nastroylar kelib chiqdi mana. Boshqacha. Boyagida standartda boshqacha edi. Bunda mana boshqacha nima kelib chiqdi? Oyna kelib chiqdi. Position endi bunda. Boyagida placement joylashuvida position holati, ya'ni nuqta atrofida offset bo'ladigan bo'lsa, nuqtadan tashqari 360 gradus xohlagan tomonda degan. Level offset bor, hozir orientation bor. Bitta ko'ramiz. Position tanlaymiz. Nuqtaga esa north, east, west, central, east, southwest va southeast degan. Va offset nuqta atrofida xohlagan tomonda degan. O'sha ma'qul. Xohlagan bittasini mana buni tanlaydigan bo'lsak, faqat yozuv nuqtaga nisbatan shu tomonga chiqadi. Aha, qarang. Okay, bosamiz. Mana hamma shu tomonga o'tadi. Kerakligini tanlash bu yerda. Placementga o'tamiz, yana level offset bor, distance nuqtaga nisbatan. Uzoqlik demak millimetrga o'tib qo'ydim, 1 millimetr nuqtaga nisbatan. Yoki hozir 1 millimetr tanlab qo'yamiz. Okay, bosaman. Nuqtaga nisbatan 1 millimetr yaqinlashish kerak. Mana 1 millimetr bo'ldi. Endi shu holatda o'zgartirmayman-da. Buni sal bu yoqqa surib qo'yishim kerak ekan. Shunda yonida ko'rinadi. Mana shunaqa qo'y. Boshqatdan kiraman, propertiesga o'taman. Uni bog'lab qo'yaman, placementga o'taman, label offset. Hozir endi buni necha qilamiz? 5 qilamiz. O'zgardimi? O'zgardi. Bu xususiyat o'zgardi. Orientation degan tushuncha bor. Mana orientation orientatsiya qilish, ya'ni orientation mo'ljal olish. Mana yozuvlarni xaritalarda yozuvlarni joylashtirganda ko'pchilik dunyo xaritalarida parallellar kesik bo'ladigan bo'lsa, shu parallellar shakli bo'yicha joylashtiriladi. Bu orientatsiya deyiladi. Shunaqa qilsa ham bo'ladi. Graceful degani o'sha panjara, to'g'ri degan ma'noni bildiradi. Buni boshqa degan straight, curved,
straight bo'ladigan to'g'ri, straight no flip emas, kurvet bo'ladigan bo'lsa, o'sha bo'yagan shakli bo'yicha. Shakli bo'yicha bo'ladi. Kurvet bosib qo'yamiz hozir. Endi bu dunyo xaritalarini ishlab chiqqanmi? Mana hozir endi sal keshaydimi? Ya'ni O'zbekiston uchun meridian va parallel joylashtirganda mana shu yerdan parallel ma'noga bo'lib o'tadi-da. O'sha parallellarga parallel ravishda joylashtirdi. Tushuntirdimi? Cell range degan tushuncha bor. Cell range'da qaysi masshtab oralig'ida ko'rinadi yozuvlar. Qaysi masshtab oralig'ida ko'rinmaydi. Hozir bu bo'lgan 400 mingda ko'ryaptimi? Endi cell range'da hozir ko'rsatam. Out beyond degani tashqari. Minimum cell 250 ming tanlayman. Maksimal 1 million tanlayman. Akaga bosaman. Ya'ni 250 ming bilan 1 million masshtab oralig'ida yozuv ko'rinadi. Agar buni ma'lum qilsamchi, tepaga 1 million tanlab ko'ramiz, pastga 250 ming tanlaymiz. Beyond ko'rinadi. 1 milliondan tashqarida ko'rinmasin. 250 mingdan tashqarida, faqat oralig'ida ko'rinadi. Shunda bu qo'shimcha bu, lekin sizlar foydalanmaysizlar, bu qo'shimcha bo'ladi. Level stylesda boyagi o'z style ko'rinish, har xil yozuvlarni o'zi va property kirib kelsa yana symbol propertyda yana boyagi shriftlarni tanlab ketaverasiz. Ichma-ich osib ketadi. Lekin property yana boyagi pozitsiyada kelib chiqaveradi. Tushuntiryapman? Bu demak xaritalarda hozir nuqtalarga kelib chiqdik. Endi bitta chiziqlardan bitta ko'raylik. Chegaralar, aslida chegaralar emas, bizda nima bo'lishi kerak? Yo'llar nomlari bo'lishi kerak. Mana yo'llar chizilmagan, o'sha chegaralar bo'yicha turi bo'yicha chiqaraman yozuv nomi. Hop, chiqarib ko'ramiz endi. Nima qilaman? Davlat chegarasida yozish kerak. Turish kerak. Davlat chegarasi O'zbekiston bu tuman bu viloyat chegarasi. Tanlayman, o'ng tomonga bosaman, property'ga bosaman. Undan keyin labelga o'tib, buni nima qilaman? Yoqaman. Turi orqali. Sraz nima qilaman? Bosaman. Chiqdimi? Mana. Bu davlat chegarasi. Buni endi hozir sal yaqinlashtiradigan xohlagan joyda chiqadi hozir. Mana bu yerga yaqinlashtirsam, mana shu yerda chiqadi. Ko'rdingizmi? Shunaqa chiqib turibdi o'zi. Mana bu yerga yaqinlashtirsa shu yerda o'tadi mana. Ko'rdingizmi? Endi bu esa Qoraboston Respublikasi chegarasi. Mana. Mana bu tuman chegarasi. Tuman chegarasi bu davlat chegarasi. Onlar bizga buni chiqarishmaydi kerak, shartli belgi orqali bildiryapsiz-ku. Chizib, kecha chizdik-ku. Savol, bunday chiqarish nimaga kerak? Davom ettiramiz. Endi qarang. Deylik, qaysi nimalarda o'sha shakl bo'yicha yozuv joylashtirish kerak bo'lib qoladi-da. Shakl bo'yicha mana shakli mana shu shakl bo'yicha joylashsin. Mana yaqinlashtiraman. Mana bu yerda qiyshiqlik bor, o'sha qiyshiqlik bo'yicha chiqsin. Buni demak nima qilaman? Bu yerga xususiyatni orqali o'zgartirib qo'yaman. Placementga o'taman. Endi chiziqlikni nastroykasi endi boshqacharoq bo'ldi. Nuqtaning boshqa, buniki qarang boshqacha. Optionsga o'tamiz. Optionsga positionga o'tamiz. Mana tanlasam chiziqdan to'g'ri gorizontal chiqadi. Straight to'g'ri chiqadi. Kurvet shakl bo'ylab perpendikulyar. Chiziqdan tashqarida gorizontalmi? Chiziqdan tashqarida to'g'ri, chiziqdan tashqarida kurvet yoki chiziqdan tashqarida perpendikulyar. Qaysi birini tanlaymiz? Kurvetga. Masalan, yo'lga qaysini tanlaymiz? Yo'llar nomini chiqaramiz. Yo'l tekis tanlaymiz. Yo'llar uchun o'rtasida chiqish kerak. Daryolar uchun mana tanlasangiz bo'ladi. Mana ofis kurvetni tanlaymiz. Okey bosaman. Hozir endi mana bu yerga e'tibor qilib turamiz. Mana bu yerga, mana bu yerga. Okey, boshqa joyga o'tamiz. Mana qilaman, mana. Mana bu yerda shakl bo'ylab. Mana qarang, chiziq shakli bo'yicha. Ha? Chiziq bo'ylab kurvet. Buni tanlaymiz. Umuman chiziqlarga kelib chiqarishni o'rgandikmi? Endi maydon obyekt chizildimi? Mana endi chizilmagan bo'lsa, chizildi. Bitta chizilibdi, Orol dengizi chizilgan ekan, operative table Orol dengizi nomini chiqarishimiz kerak. Buni ham nima qilaman? O'ng tomon bosaman, property'ga o'taman, labelsga o'taman, buni yoqaman, nomiman. Apply'ga bosaman. Orol dengizi chiqdi. Lekin qanaqa bo'lish kerak? Maydon bo'ylab ichida. Nimani o'zgartirib qo'yaman, rangi ham suv bo'lgani uchun
ko'p bo'lishi kerak. Higienik. Qo'yaman, placement qo'yaman, endi buniki boshqa joy. Positionga o'tadigan bo'lsa, gorizontal ichida, straight ichida, kurvet ichida. Bu kurvet bo'lishi kerak yoki men tanlasa tashqarida gorizontal, tashqarida kurvet. o'rtadagi. To'g'ri bo'lib qoladi. To'g'ri bo'lib qoladi. Biz shakl bo'ylab. Maydoni shakli bo'yicha. Yo'qsa, okey. Okey? Okey. Mana. Orol dengizi. Tushuntirib oldingmi? Bu demak maydonli obyektlarga nimani chiqarish? Tekstni chiqarish. Nomus. Lekin buni nima qilsak bo'ladi? Annotatsiyaga biz yozsak bo'ladi. Annotatsiyaga o'rgatib. Tushunarlimi?